Jomboyning boshlanishida deyarli yo'lning ustida tayyor podbiznes joyimiz sotuvga chiqyapti. Bu 2 etajli binomiz 6 sotix yer maydonida joylashgan. 4-8 sotixga ushbu proyektimiz qurilgan. Eshikdan kirganimizda shunaqa katta hol bo'lyapti. Holimizda mягкий mebellar joylashtirilgan. To'g'ridagi eshikdan kirganimizda bizani shunaqa chiroyli bar kutib oladi. Bu yer esa shunaqa katta zal bo'lyapti. O'tirish uchun yumshoq mebellar qo'yilgan. Obzorimizni chap tarafdagi saunamizdan boshlaymiz. Kirib kelishimizda bizani shunaqa katta hol kutib olyapti. Bu tarafimizda 6 talik stul qilingan, chap tarafimizda esa razyevalka xona qilingan. To'g'rimizda katta zimniy basseyn bor, yoz va qish uchun ayni muddao. Chap tarafimizda esa sizlarning dam olishlaringiz uchun shunaqa bilyard qo'yilgan. Bu tarafimizda hojatxona bo'lyapti. Uning yonida ikkita dushovoy kabinamiz joylashgan va undan o'tgandan keyin shunaqa turetskiy saunamiz bor. Endi esa ikkinchi saunamizni obzorini qilamiz. Bu tarafda oyoq kiyim qo'yish uchun shunaqa shkafchalar qo'yilgan. Eshikdan kirganimizda shunaqa 6 kishilik stul qo'yilgan. Bu yerda ham shunaqa katta zimniy basseynimiz joylashgan. Bu yerda esa dam olish uchun shunaqa feniskiy saunamiz joylashgan. Uning yonida esa dush va hojatxona qilingan. Bu saunamizda ham razyevalka xonasi qilingan. Bu zinamiz bizni ikkinchi qavatga olib chiqadi. Zinadan chiqqanimizda to'g'rida shunaqa PlayStation xonamiz joylashgan. Ichida ikkita PlayStation bor. Chap tarafda esa shunaqa katta zalimiz joylashgan. Biznesingiz uchun idealniy variant. Bu esa bizning kompyuter xonamiz bo'lyapti. 20 ta igrovoy kompyuterlarga ega. Bu xonamiz ham o'zining bar qismiga ega. Bu proyektimiz 220 mingga baholanyapti. Yana ozgina savdosi bor. Agar yoqqan bo'lsa, ushbu raqamlarga aloqaga chiqing.